Volvo'mi, Freightliner mi? Nima deysizlar? Qaysi birini tanlaymiz? Ikkalasi ham 2026. Amerikadaman, yetib keldim. EJL Holding kompaniyasiga. Qaysi birini tanlaymiz? Ikkalasini ham minganmiz. Ikkalasi ham 26 yangi. Xo'p, ko'k rangni yaxshi ko'raman ko'proq. Freightliner minamizmi yoki Volvo'ni ko'kini topamizmi yo? Nima deysizlar? Qaysi biri o'zi qoldiringlar, minadiganlar. Qaysi biri ko'proq yaxshi? Kim qaysi birini muxlis? Amerikada ham shunaqa tanlov bor. Mercedesmi, BMWmi degandek, Amerikada ikkita gigant kompaniya bor. Volvo'mi, Freightlinermi deydi. Har doimiy tortishuv bu. Avval EJL Holding kompaniyasiga mana 6 oy bo'ldi ketganimga. 6 oyda keldim, bilasizlar, ko'rganlar, 700 dan ortiq traklari bor. Hozirga kelib bugun gaplashdim. 1000 tadan ortiq traklari, 1000 tadan. Nima deysizlar, qaysini tanlaymiz va shuni bittasini tanlab, shu bilan Amerikani bir qator aylanib kelamiz. 2 hafta shu yerdaman. Agar ertaga chiqadigan, ishga chiqaveradigan shogird bo'lsa, birorta trak kompaniyaga ishga kiraman, trak o'rganaman deydigan odam bo'lsa, mayli shogird ham olib ulgursam, uspet qilsam, ishga chiqarib qo'llab ketaman. Bitta trakni beraman. O'sha o'zim tanlagan trakni shuni beraman, shu bilan bir yo'l ishlik qilib shu EJL Holding kompaniyasiga ishga kirgizib joylab ketaman. Agar shunaqa tayyorlar bo'lsa, yozinglar, o'zimga yozinglar. Ketdi shu bilan ishga chiqib ketamiz. Ertaga chiqish kerak. Vaqtim oz, 2 haftaga kelganman. Qaysi biri nima deysizlar? Ko'k yoki oq yoki oqni ko'kimi?